E'tibor beramiz. Xo'p, 41. To'g'ri to'rtburchak berilgan, tomonlari 6-8, diagonalga parallel to'g'ri chiziq o'tkazilgan ikkita kesim hosil bo'ldi. Ularning perimetrlari nisbati 7:3 bo'lsa, parallel to'g'ri chiziq uzunligini toping. Ne narsa bo'lyapti ekanda? 6 bilan 8 bo'lsa, kesim qanday o'tkazilgan? Bitta parallel kesim o'tkazilgan desam, misol uchun bunday o'tkazilgan bo'ladimi? Kimga parallel? Diagonalga bunday o'tkazilsa. Diagonalga parallel bunday kesim o'tkazilgan. Va shunda mana shu kesim x bo'lib tursin. Xo'p, ikkita perimetr hosil bo'lyapti ekan, ularning nisbati 7:3 ekan. Demak, bitta perimetrimiz bu pastdagisi bo'ladi, mana bu ko'k bo'ladi. Bittasi bu tepadagi qizil uchuvchi bo'ladi. Xo'p, qanday qilamiz 7:3 perimetrligidan? Xulosa fikrlaymiz. Bu 6-8 bo'lsa, bu 10 bo'ladi. 10 bo'ladi. Endi nisbat olib turamiz. Mana buni A deyman, mana buni B deyman. Ana shu hamma narsa A bilan B ga bog'liq bo'ladi. Tak. A bilan B. Yetti uch bo'lsa, hop. Nisbat bir xilda bo'ladi parallelligidan. Hozir mana misol uchun 3x bo'lsa, bu 4x bo'ladi. Общий jami misol uchun 3x 4x demaylik. Bu 3a bo'lsa, bu 4a bo'ladi. Nisbati ham bir xil bo'lishi kerak. Buni misol m desam, buni n desam, topsa bo'ladi. Mana buni ham x ni ham 5a deb beraman buni. Endi 10 da olib 5a ga nisbati 4 plus a ni 4 plus an ni kimga nisbati bo'ladi? 8 deylik. Mana 8 esa chiqar ekan. Shu tomon 8 va 8 ni kimga nisbati bo'ladi? 4a ga nisbati bo'ladi. Xo'p, xulosa. Bu nisbat teng chiqib qolar ekan. Hech narsa chiqmas ekan. Yaxshi o'yladik. Perimetrdan yurar ekanmiz, bo'lmasa ketdik. N ga m ni qo'shaman, keyin 5a ni qo'shaman, 8 bilan 6 ni qo'shaman. Shu narsani kimga bo'laman? Perimetri 4a plus 3a plus 5a ga qo'shib, uni men 7 taqsim 3 deyman. Yurg'izdik, tak. 3n plus 3m plus 15a 14 kere 3 52 ya 42 mi? 42 bag'da 12 kere 7 84 a bo'lar ekan. E'tibor beramiz. Demak 3n ga 3m ni qo'shsam va 42 ni qo'shsam 15 a o'tsa 60 9 a bo'ladi. 69 a bo'ldi. Endi shu yerdan o'xshash ishlatib olishimiz kerak. Men topganim. Xo'sh, tak. 3a ni m ga nisbati 4a ni n ga nisbati teng. Bitta a lar qisqarsa n m haqida ham munosabat topsa bo'lar ekan. Tak, n taqsim m 4 taqsim bo'lar ekan. Mana bu ikkosi paralleli, shundan parallel nisbatlar Fales birinchi deramasi bir xil nisbatda bo'ladi. Shuni topib oldik. Yanachi. Shetdan munosabatdan o'zi chiqadi shekilli.
Olib borib 3n'ni top deyman. 3n o'rniga 4m qo'ysam, 4m plus 3m plus 42 teng 69a bo'ladi. Bu yerdan tak 7m plus 42 teng 69a bo'ldi. Yana bitta tenglik bor. Mana bu 4a ga n ni qo'ysam, u bizda m yuribdimi? M bo'lsa, demak bu tarafga ekan. 3a ga m ni qo'ysam 6 bo'ladi. 3a ga m ni qo'ysam 6 ligi ham bor. Shetdan ishlab olish kerak endi. A ni so'rayapti, m ni topib qo'yamiz ekan. Xo'p. 7 kara m ni o'rniga 6 minus 3a plus 42 teng 690. 69 ekan. Yurdik endi, nima bo'ladi u? Qizilda teparoqqa yozaman endi. Joyimiz sig'madi. 42 minus 21a plus 42 teng 69a. Bir tarafga o'tkazsak, 21 ga 80 90a 84. A ni qiymati 84 taqsim 90 bo'ldi. G'alatiroq son chiqib qoldi-ku. Demak, ana kesmamiz uzunligi bizda javob 5 ga 84 taqsim 90. Ya'ni 84 taqsim 18 chiqadi. Yoki 42 taqsim 9. Kirganlar shunaqa javob bormidi, yo'qmidi?